İsmim Vohid. Men mana shu sohada 25 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Mana bu BMB Agroplus korxonasiga kelganimga mana qariyb 1 yil to'lib qoldi mana. Bu yerda hamma 4 ta yo'nalish ham bitta joyga jamlangan. Bu yerda masalan tomat yo'nalishi bor. Tomat pasta konsentrat ishlab chiqarish. Bu yerda quritish liniyamiz bor. Shok zamorozka bor. Eng asosiysi sublimatsiya bor bizda. 4 ta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha 4 ta yo'nalishda ham shularga bilimini berib, malakasini oshirish meni maqsadim bu yerda, asosiy maqsad. Shuning uchun mana bizda u texnologlardan tashqari deylik operatorlar bor, har bir uskunani boshqaradigan. O'sha uskunani boshqarishda, qanday holatda boshqarishda ularga har kuni malakasini oshirish ustida ko'rsatmalar berib, ularni doimiy kunlik nazorat qilib ishlab kelyapmiz. Mana ishimiz shunaqa. Masalan 25 yildan beri men shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash bo'yicha ishlaydigan bo'lsam, haligacha men 100% ayta olmaymanki, masalan men kuchli mutaxassisman deb. Haligacha masalan aqlim yetmaydigan yoki meni hayron qoldiradigan holatlar bo'lib qolishi mumkin-da. O'sha narsaning yechimini baribir topamiz. Topgandan keyin o'sha meni tajribamga yana qanchadir bir qo'shimcha bo'lyapti-da. Endi shu narsani bilish uchun kimgadir yana shuncha vaqt kerak bo'ladi-da. Buni bizning malakamizni faqat vaqt malakamizni oshirib boradi-da. Uzoq qo'shni viloyatlardan o'sha sabzi mahsulotlarini olib kelyapmiz. Uni olib kelib shu yerda biz qayta ishlab, quritib, tayyor mahsulot holatiga keltiryapmiz mana. Bu bizning birlamchi seximiz. Hozir qabul qilingan mahsulot sabzi kelyapti. Birinchi bosqich ishimiz ketyapti bu yerda. Barabanda birinchi sabzidagi tarkibidagi tuproq, chang tozalab olinadi bu yerda. Undan keyingi bosqichimiz chang, tuproq tozalangandan keyin bu barabanda yuviladi. Yuvilib chiqqan mahsulot sabzini bu yerda qizlar tozalab, begona narsasi, o'tlari bor. Shularni qo'lida pichoq bilan kesib saralash ishlari olib boriladi bu yerda. Saralashdan o'tgan mahsulotimiz endi par bilan ishlov berish, blanshiravatel uskunasi yordamida par bilan ishlov beriladi. Parlangan sabzi mana bu uskunamiz yordamida po'sti archlanib, mana shunaqa toza holatga keltiriladi. Bundan chiqqan mahsulotni yana bir marta suv bilan yuvib, tozalanib, undan keyin kerakli razmerda kesuvchi uskunamizga o'tyapti. Mahsulotlar maxsus pichoqlarda kerakli razmerda kesib olingandan keyin uni to'g'ridan to'g'ri quritish liniyasiga yo'naltiramiz. Quritish liniyamizda bu boshqaruv pulti. Bu yerda biz mana shu ko'rsatkichlarni doimiy nazorat qilib turishimiz kerak. Bu yerda harorat, lenta tezligi, shular doimiy bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lganligi uchun bu doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Mahsulotimiz 3-bosqichdan chiqib kelyapti. Bu yerda 85-90% quritilgan mahsulotimizni 95 gacha quritish uchun mana shu qozonlardan foydalanamiz. Endi qolgani xaridorlarni talab, taklifidan kelib chiqib 4-5% gacha namligini tushiramiz. O'sha holatda mahsulot tayyorlanadi. Bu uskunamiz Meyer deb nomlanadi. Bu lazerni sortirovочный fotoseparator deb nomlanadi. Bu har bir mahsulotni saralash uchun xizmat qilib beradi. Bundan chiqqan mahsulotimizni mana bu cover sort deymiz, rengen. Chunki mahsulot tarkibida har xil plastik materiallar bo'lishi mumkin, taxta tushishi mumkin, tosh tushishi mumkin. O'sha narsalarni ajratib berish uchun xizmat qiladi. Ana undan keyingi eng asosiysi metal detektor deyiladi, metal separator. Bu har qanday 2 milligrammgacha bo'lgan metallarni mahsulot tarkibiga agar mabodo tushgan bo'lsa, shuni ajratib topib berish uchun xizmat qiladi. Ana undan keyin qadoqlash ishlari boshlanadi. Mana shu metal separatordan o'tgandan keyin mahsulotlarimiz qadoqlanadi. BMB shu oilasini bir jamoasi bo'lib ishlash men uchun sharaf, shu oilada ishlashda. Jamoaga keladigan bo'lsak, jamoamiz ahil. Allohim ko'z tegmasin.